Keyin qo'ng'iroq qilaman sizga. Voy, Voy, uzr. Ko'rmay qoldim. Hech narsa qilmadimi? kompyuterim ekrani ham sinibdi. O'zingiz ahvolingiz yaxshimi? Puli ko'p odamlar shunaqa sodda bo'lishadimi? Yoki ortiqcha o'ylab boshlarini qotirishmaydimi? Unisi ham, bunisi ham. Samiyaga uylanish niyatim yo'q. O'sha Amerikadan birortasini topib oldingmi? O'zingiz aybdor qilishingiz shart emas. Demak, bu bilan uni menda ko'ngli yo'q demoqchisan. Shunaqami? Ular hech kimni sevmaydilar. Menimcha qiyinchilikda o'z kuchi bilan oyoqqa turayotgan qiz xohlasa ham yumshoq gapira olmaydi. Bu gaping bilan Samiyaga uylanmayman demoqchimisan? Har qarab turlaring. O'sha yalanga oyog'ingni shunaqa kuyga solamanki, tug'ilganiga pushaymon bo'ladi. Men Samiyani seva olmayman. Shu pichoqni qo'limga emas, yuragimga sanchishganda hammasidan qutulardim. Zebo,